Shuni bilginki, ba'zan bir yomonlikni qilgan odam uni yomonligi yaxshi odam bo'lishiga sabab bo'lib ketadi. Lekin sen esa uni yomonlik qilganini gapiraverib, yomon odam bo'lishingga sabab bo'ladi bu. Ya'ni Alloh ba'zan bir mu'minga yomonlik qilishni taqdir qiladi. Nima uchun? U yomonlikdan keyin o'zini o'zi yeb qo'ysinda, o'sha o'zini o'zi yeyishi gunohidan pushaymon bo'lib, uni solih amallarga undasin. Endi men boshqacha odam bo'laman desin u. Va shunday bo'ladi ham ba'zan. Bir inson gunohdan keyin shunaqa darajada pushaymon bo'lib, o'zini toatga uradiki, agar o'sha gunohi bo'lmasa, bunchalik toat qilmasdi u odam. Endi sen bo'lsa, uni o'sha qilgan gunohini tarqatib, hamma yoqda gap so'z qilib yurib, o'zingcha o'sha gunohni qilmaganing bilan faxrlanasan, lekin gunohni qilmaganingga yarasha sening yonida toat ham qilmaysan-da endi. O'sha ahvolda turaverasan. Va balki u birovlarning gunohini gapirib yurish bilan avvalgi ahvolingdan pastga ham ketasan. Natijada gunoh qilgan odam o'zib ketadi, toat qilgan sen qolib ketasan. Odam mana shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Birovlar gunoh qilganda uni gunohini oluvchi siz bo'lib qolmang, ehtiyot bo'ling. Uni gunohini oluvchi siz bo'lib qolishingiz ana shu orqadan gapirib yurish bilan bo'ladi bu.